necis bu Xitay. Bu Xitay'ni eder degan guymaydi emas. Xitay'ni insan degan guy yüzü insan emas. Xitay degandan keyin bu jonliqqa qarshi desak. Xitay degandan keyin bu iqlimga qarshi, ekologiyaga qarshi, tabiatga qarshi deb bilishimiz kerak. Xitay degandan keyin butkul dinga qarshi deb bilishimiz kerak. Xitay degandan keyin barliq tüm insonlikning hammasine qarshi bir maxluq deb tanishimiz kerak. Şu orqali Xitoyga bir marka bekitishimiz kerakki, Xitoy insoniyat va hayotlikning eng rezil ishplas dushmani degan markani bekitish orqali Xitoyga qarshi turgan har bir inson o'zining insonligini ifodalagan bo'ladi. Xitoy qarshi turgan har bir musulmon o'zining musulmonligini ifodalagan bo'ladi. Xitoy qarshi turgan har bir dindar o'zining dindorligini ifodalagan bo'ladi. Jonliqqa qarshi jinoyat ishlashdan Xitoy ulatadi. Xitay degandan keyin bu jonliqqa qarshi desak. Xitay degandan keyin bu iqlimga qarshi, ekologiyaga qarshi, tabiatga qarshi deb bilishimiz kerak. Xitay degandan keyin butkul dinga qarshi deb bilishimiz kerak. Xitay degandan keyin barliq tüm insonlikning hammasine qarshi bir maxluq deb tanishimiz kerak. Şu orqali Xitoyga bir marka bekitishimiz kerakki, Xitoy insoniyat va hayotlikning eng rezil ishplas dushmani degan markani bekitish orqali Xitoyga qarshi turgan har bir inson o'zining insonligini ifodalagan bo'ladi. Xitoy qarshi turgan har bir musulmon o'zining musulmonligini ifodalagan bo'ladi. Xitoy qarshi turgan har bir dindar o'zining dindorligini ifodalagan bo'ladi. Qarshi turish bugün insoniyatning boshda bo'lmaydigan majburiyati va mas'uliyatiga aylandi. Bu yalnız Sharqiy Turkistonliklarning ishi emas, butkul insoniyatning o'rtaq ishiga, o'rtaq harakatiga, o'rtaq siyosiy qarshiga aylantirishimiz lozim.